Assalamu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun Madxal ilal fiqh al-islomiy degan darsimizning 4-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda 4 mazhabning imomlari bilan qisqacha tunishib chiqaydik va 4 mazhabningki shakllanishi nadin kelib chiqqan, ularning ilmdagi nasibini tutashtirib chiqaydik. Endi biz bugun bu 4 mazhabningki imomlari va u 4 mazhabningki shakllanish bosqichlari haqida to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz dersimizni başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Ebu Hanife. Bu 4 mezhepninki birinin imamı Ebu Hanife. İsim ve nesibi ismi En-Nu'man ibn Thabit. Hem onun nesibi de erxil göz qarashlar var. Yani ixtilaflaşkan bazılar Paris degen, bazılar Arap degen. Paris degenler mi bu Araplaşkan Paris. Yani tigini mi Paris deydi. Tarihi yani to'g'lig'i vaqti Hijriyaninki 80-yili va Hijriyaning 150-yili qanday qilgan vafot bo'lgan. Bu tabiinmi? Ya'ni sahobaninki keyindan kelgan sahobalarni ko'rganmi yoki tabiinlardan keyin kelgan tabiinmi deganda jumhur ulamolar bu tabiin deb qaraydi. Chunki sahobani ko'rgan deydi. Qaysi sahabini ko'rgan desa Anas ibn Malikni ko'rgan deydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu 93-yili, Hijriyaning 93-yili vafot topgan. Agar ko'rgan bo'lsa, shu 13 yoshida qanday qilgan ko'rgan. Demak, jumhurning ko'z qarashiga asoslangan vaqtimizda Imom Abu Hanifa tabiin, Anas ibn Malik radhiyallohu anhuni ko'rgan. Am ibodat va taqvodorlik jihati qanday desa, Imom Azam Imom Abu Hanifa ham ilmni, ham ibodatni, ham taqvodorlikni cho'g'lagan odam. Nurg'ul odam olim, ammo uningda taqvodorlik yo'q. Nurg'ulg'an odam olim, ammo uningda ibodat yo'q. Nurg'ulg'an obidlar va uningda yo'q, ilm yo'q. Ammo Imom Abu Hanifa ham ilmni, ham ibodatni, ham taqvodorlikni cho'g'lagan odam. İki xil yo'ldan naql qilinadi Imom Azam Abu Hanifa haqida. An Abu Hanifa qara al-Qur'ana kullahu fi rak'a. Imom Abu Hanifa Qur'onning hammasini bir rakatda o'qigan. Mumkinmi? Albatta mumkin. Shundaq namozi ko'p edi. Namozi ko'p, ibodat go'y. Abu Asim an-Nabil deydi, "Kana Abu Hanifa yusammal watat li kathrati salatihi" deydi. Imom Abu Hanifa qo'zuq deb ataladi deydi. Qo'zuq. Nima uchun? Li kathrati salatihi. Namozi ko'p bo'lganlik uchun. Doim qarasa namozni o'qiydi. Bunda holat tug'anlik uchun qo'zuqdek odam bu deb atalgan. Qala rajul Abu Hanifa, bir odam Imom Abu Hanifaga ittaqillah degan. İttaqillah degan vaqtida fantafada wasfarra va atraqa. Titrab ketgan va sag'rib ketgan va atraqa va sukut qilib beshini sangratgan Abu Hanifa va jazakallohu xayra. Alloh seni yaxshilikqa mukofotlasin. Ma ahvajan nas kullu vaqtin ila man yaqulu lahum mithla hada. Kishilar har vaqt mushunday gapni qilib turadigan kishilarga nima degan ehtiyojli deb ketgan. Allohdan qo'rq desa, xiyol yurmagan, o'zan qo'rq demagan, mushunda titrab ketgan Imom Abu Hanifa. Am ilm va zakasi. Ilmi qanchalik, zakasi qanchalik degan vaqtida am Imom Abu Hanifaninki zakasida hech bir ixtilof yo'q. Intayin zaki bir odam. Hatto farosat ilmida yetishgan bir odam. Farosat ilmida, ilmul farasa. Ya'ni bir ishni oldin farz qila oladigan, yiroqni ko'ralikdichu mashhur bir odam va shundoqla zakilikda intayin zaki bir odam. Shuning uchun Imom Abu Hanifa hal qilmagan masala o'z davrida qolmagan. Hatto o'z davridagi masalani hal qilib bo'lib, agar bunda qo'yib qolsa deb yuz bermagan ishlarni ehtimolan qanday qilgan, unga hukm berib qo'ygan. Shu darajada, ya'ni zaki, aqlliq. Imom Malikka deyildi, Abu Hanifani ko'rdingmi degan vaqtida ko'rdim dedi. Ra'aytu rajulan law kallamaka fi hadhihi as-sariya ay yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjatihi dedi. Imom Malik dedi, Abu Hanifani u bir odamki, bir odamni ko'rdimki, agar sana ma tuguruk oltin desa, shuningga qanday qila oladi? Delil keltira oladi dedi. Shunda delil kuchli, aqli, zirak demakchi. Seni ma tuguruk oltin debsini qanoat qildirib, aqli jihatdan qanday qila oladi? Qanoat qildira oladi. Imom Abu Hanifaninki aqli jihatda keltirgan dalillari, buning voqealiklari nihoyat ko'p. Masalan, dinsiz bilan bo'lgan munozirasi, shaytonni o'tni yaratgan degan vaqtida bir odam kelib o'tni yaratgan bo'lsa, uni qiyomatga o't qilsa, uni qanday azoblagan bo'ladi degan vaqtida Abu Hanifa qishdan birini
kalasiga silib og'idimi og'idi deydi. Unda bo'lsa ma qishmi tuproq, sanmi tuproq. Shunga o'xshash Alloh taolo azoblaydi degan. Masalan, yana bir masalada imomning keyinda tug'an odam sura Fatihani o'qimaydi. Ya'ni o'qimaydi degan masalada Imom Abu Hanifa chong tug'an vaqtida boshqa birisi kelib, nima deb unda o'qimaydi deb 3 odam kelgan. O'qimasa, sura Fatiha o'qimasa, namoz bo'lmaydi desa, sizlar bu masalada men bilan munozaralashmoqchimisiz? Ha deydi. Unda o'zi masalan bir songa vakil qilgan, men shuni munozaralashay deydi. 3 odam o'tirdim, bir odamni o'tirg'a chiqardi. Imom Abu Hanifa, mush odam yengilib ketsa, sizlar hammaga igimi, mush odamning gapi sizlarga hisobmi desa, hisob deydi. Demak, namoz shunga o'xshash. Imom nima degan bo'lsa, iqtidodi qilgan odam shunga hisob deb, mushuni qanday qilgan? Radiya bergan. Bunga o'xshash misollar nihoyat ko'p. Masalan, shogirdi Imom Abu Yusuf nihoyat yetishgan eng olim o'quvchilardan birisi. Shundaqla Hanafi mazhabining qurg'uvchilaridan birisi, asoschilaridan birisi. Bir kuni kasallab qolgan vaqtida yo'qlab berib Imom Abu Hanifa nihoyat ig'ir kasallab qoldi ekan Imom Abu Yusuf o'quvchisi. Hey ise nihoyat ajr sundurgan edim, mening bir o'rin basarim bo'ladi deb hasratlanib chiqdi ekan. Ikkinchi chiqqan vaqtida, qo'shishib chiqqan vaqtida buni anglagan Abu Yusuf o'ziga nihoyat ishinib qilib saqaygandan keyin ustozi Abu Yusuf Imom Abu Hanifaning qishig'iga bormay ayrim bir halqa tuzib, ayrim dars boshlaydi ekan boshqa o'quvchilarga. Ustozining qishig'iga bormay. Imom Abu Hanifa Abu Yusufning bu ishini sal baldur, dahi ilmda kamolat yetmadi deb qaraydi ekan. Ya'ni qishig'i qaytirib kelgisi bor ekan Abu Yusufni. Qaytirib keltirish uchun o'quvchilardan birini avatidi ekan. Berib Abu Yusufdan so'ranglar. Bir odam bir sayponning qishig'iga, tikkuchining qishig'iga bir kim raxtni tiktugila olibdi. Bu tikkuchi raxtni tiqib olib, tenib olibdi. Siz menga rax akamidingiz? Men sizni raxomidim deb tenib olibdi. Shunda qilib odam raxini ololmabdi. Bir oydan keyin bu tikkuchi tavba qilib rax akaga kimni tikkan holatda qaytirib beribdi. Endi bu odam kim tikkan haqqini tiqib olgan tikkuchiga beremdi, bermamdi? Mushuni so'ranglar degan vaqtida mushu masalani berib Abu Yusufdan so'raydi ekan. So'rgandan keyin u yan o'ylab, bu yan o'ylab bu masalaga javob topolmaydi ekan. Va o'qib qoldi deganda buni menga cho'qim ustozim Abu Hanifa avatibdi. Men de ilmda kamkanman deb qaytib keladi ekan. Demak, ustozi o'quvchini qaytarib kelishdimi, shunda aqli bilan qanday qilgan, harakat qilgan. Demak, Imom Abu Hanifaning aqlining zirikligiga hech kim qanday qilmaydi, shak qilmaydi, ixtilof qilmaydi. Buni o'xshash misollar nihoyat ko'p. Ibn Mubarak Imom Abu Hanifaning ilmi haqida Abu Hanifa afqahun nas degan, kishilarning eng faqihsi degan. Bu buyuk vaznga bo'lma. Shafi'i an-nas fil fiqh ayalun ala Abi Hanifa. Kishilar fiqhida Abi Hanifaga tayinadi degan Imom Shafi'i. Demak, buning Imom Abu Hanifaningki ilmiga mucho nurg'unlagan olimlar, hatto mazhab imomlari guvohlik bergan. Endi Hanafi mazhabining tarixi va uningki odamlarning mashhurlari. Bayatın degandek, endi mazhablar cho'qim bir odam qurib chiqqan mazhab emas bu. Bir qancha odamningki ijtihodining, fatvosining bir yakilishi orqali shakllangan cho'ng bir fiqhiy iqim. Shunga Hanafi mazhabi desa, o faqat hammasi Imom Azam Abu Hanifaning lam fatvosi emas u. Unda shu Hanafi mazhabini qurgan nurg'unlagan olimlarning cho fatvosi va ijtihodi va. Endi Imom Azamningki Hanafi mazhabiningki paydo bo'lish va shakllanish davri bosqichi Hijriyaning 204-yil qadar shakllangan. Bunun qurg'uvchilari kim desa, qurg'uvchilar birinchi Abu Hanifa, Imom Azam, ikkinchisi Abu Yusuf, ya'ni o'quvchisi. Bu buyuk katta olim, shundaqla o'z vaqtidagi Abbosiya davlatiningki qozisi, bosh qozisi. Uningki Muhammad ibn Hasan, bu buyuk o'quvchilarningki birisi. Endi qaranglar. Abu Yusuf Imom Azamningki bu Hanafi mazhabiningki tarqilishiga eng ko'p sabab bo'lgan. Qaysi jihatdan sabab bo'lgan desanglar, Abbosiya xilofatida qozi o'g'achqa, qozilarda qaysi mazhabning fiqhisini qo'llangan, Hanafi mazhabining fiqhisini qo'llangan. Mush sababdan Hanafi fiqhisi nihoyat keng qana qilgan, taraqqiy qilgan va taqalgan. Muhammad ibn Hasan mo Imom Azamningki
mazhabining taqilishiga eng kuch qo'shgan odam. Bu qaysi yo'ldan qo'shgan sanma? İmam Azamning, ya'ni Hanafiy mazhabininki fatvolarini, ijtihadlarini to'plab yezish bilan kuch qo'shgan. Ya'ni kitoblarini yozgan. Masalan, Abu Yusufninki faqat birla kitobi bog'u deyman, Xaraj. Abu Yusufninki. Ammo Muhammad ibn Hasanninki 6 dona kitobi bor. Hanafiy mazhabida yozilgan. Jami'ul Kabir, Jami'us Sag'ir, Sirul Kabir, Sirus Sag'ir va Ziyadat ve el-aslı. El-aslı dediğin mebsud deb atıldı, el-aslı deb atıldı. Bu şu 6 dana qanday kitap var. Kitap orqali qanday qilgan mazhabini taqatgan. İmam Ebu Yusuf hukm orqali, amaliy tatbiqlash orqali kishilarga davlatning qonuni qilish orqali qanday qilgan? Taqatgan. El-aslı degan kitobi. Undan keyin Zufar ibn Huzayl. Zufar ibn Huzayl degan o'quvchisi İmam Azamniki eng burun vafot topgan o'quvchilardan birisi Hijriyaning 183-yili vafot topgan. Hasan ibn Ziyad. Hasan ibn Ziyad. Bu İmam Abu Hanife'ninki o'quvchilardan birisi bu Hijriyaning 204-yili vafot topgan. Demak, mushu odamlar Hanafiy mazhabining asoschilari, qurg'uvchilari. Şu Hanafiy mazhabini mundaq deb qaraydi ma'masilga desak, bu faqatlam İmam Azamning ko'z qarashi emas. İmam Azamning ijtihodi, İmam Azamning fatvosi emas. Balki Abu Yusufning bo'lishi mumkin, balki Muhammad ibn Hasanning bo'lishi mumkin. Endi bundan keyin Hanafiy fiqh kitoblarida arabcha o'qiymiz inshaalloh. Qala sahiban deb kelsa, sahiban deb kelsa, ikki hamroh deb kelsa, kimni ko'rsatdi bo'lsa-mu? Abu Yusuf bilan Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani. Bu ikki olimni ko'rsatdi. Sahiban deb kelsa. Demek bu şu 5 olim nimaninki Hanafiy mazhabining asoschi qurg'uvchilari. Endi kengaytishi qachon kengaygan desak, Hijriya 710-yilgacharik Hanafiy mazhabi kengayib tarqalgan. Kimlar tarqatgan desak, Hanafiy mazhabidan yetishib chiqqan Tahaviy, İmam Tahaviy tarqatgan. Bununki Muxtasar Tahaviy deb bir fiqh kitobi bor, Hanafiy fiqhida. Şunal Aqid Tahaviyningki yozuvchisi shu. İmam Sarxasi Mabsutning avtori, bu Hanafiy fiqhisidagi eng chong kitob. Demak, yezish orqali o'quvchilar qanday qilgan buni taqatgan. Demak, bir mazhabningki taqati zayo'lishida bir qancha sabablar bor. Uning ichidan qaysi desangmi, o'quvchilari shu imomningki ijtihadlarini, fatvolarini yezib tarqitish bilan taraqqiy qilgan, o'quvchilarning zayo qilishi bilan imom mazhablar qanday qilgan yo'qolib ketgan. Masalan, Lays ibn Sa'dni biz İmam Şafii'ninki ustozi İmam Malik'ni faqih dedik shundami? İmam Şafii deydi, Lays ibn Sa'd İmam Malik'ni faqih, walakin dayya'ahu tullabu deydi. Lekin o'quvchilar uni qanday qilgan? Zayo qilayotgan deydi. Shunga o'quvchi ustozning ilmini tarqitish orqali uning qanday qila oladi? Yaxshilik qila oladi. Masalan, İmam Kasani bu Badai Sanayini qanday qilgan? Yozgan. İmam Kasani Badai Sanayini nimaga asoslab yozgan desanglar, Hanafiy mazhabidagi Abu Lays Samarqandi degan olimninki Tuhfatul Fuqaha degan kitobini sharhlab yozgan. Badai Sanayi Tuhfatul Fuqahaning nimasi? Sharhisi. Buning qanday mukofot olgan bilamsizlar? İmam Kasani İmam Abu Lays Samarqandining qizini olgan. Shunga bunaq deyildi. Sharaha kitabahu va zawwaja bintahu. Uni kitobini sharh qilgan, qizni olgan deb shunaq bir gap deyiladi. İmam Karxiy, Muxtasar Karxiy deb degan kitobni yozgan. Quduri, İmam Quduri Muxtasar Qudurni yozgan. Bu Muxtasar Quduri Hanafiy fiqhisidagi eng mashhur metni kitoblar. Ya'ni o'zi ixcham tunji qatim Hanafiy fiqhisini o'qiydigan o'quvchilarga intayin mas qiladigan kitob. İmam Quduri yozgan. Bu kitob mashhurligidan al-kitob deb atalgan. Kitob desa Hanafiy olimlari darhol qaysini tushunadi? Muxtasar Quduriyni tushunadi. Shunga Al-Lubab fi Sharh al-Kitob deb bir kitob bor. Bu Muxtasar Quduriyning nimasi? Sharhisi. Al-İmam Mirg'inani bu Bidayatul Mujtahidninki yozuvchisi, bu Hidoyaninki metnisi. Ya'ni Hidoya degan fiqh kitob Bidayatul Mujtahidninki sharhisi. Hidoyaning sharhisi qaysi? Fathul Qadir.
Demek mani bir hazır kalanglarda to'magandek qiladi o'qiganda. Ammo fiqh kitobni o'qigan vaqtinglarda bu shuning hammasi kalanglarga kelib, shu vaqtda bekiydi. Hozir kalanglarga tutib olmasanglar, buningga bir aram bo'lmasanglarmi bo'ladi. İmam Nasafiy Kanzud Daqaiq degan kitobni yozgan. Bu matni kitob, kichik ixcham kitob, ya'ni tunji qatim Hanafiy fiqhini o'qiydiganlarga tavsiya qilinadi. Badai Sanay Mabsud deganlar bu keng ko'lamli kitob. Hanafiy fiqhisidagi hamma ko'z qarash, hamma fatvolarni qana qilgan akagan. Ya'ni muqorin biriktirma shakllik fiqh kitoblari. Ammo mana Muxtasar Quduri, Muxtasar Karxi, Kanzud Daqaiq, Bidayatul Mubtadi degan kitoblar ixcham matni kitoblar. Tunji qatim Hanafiy fiqhini o'qiydigan o'quvchilarga mos keladigan kitoblar. Endi Mavo yuqoridagi Hijriyaning 710-yilgacha bo'lgan orliq kengaygan vaqtda yuqorqi imomlar Hanafiy mazhabidagi kitoblarni yozib, har xil kitoblarni shundoq yozib qana qilgan kengaytgan davri. Muqimlashgan davri-chu desa, muqimlashgan davri Ibn Nujaym al-Hanafiy al-Bahrur Ra'iqni qana qilgan yozgan. Bumi Kanzul Daqaiqning sharhisi. Uni Ibn Abidin Raddul Muxtarni qana qilgan yozgan. Keyin muqimlashib bo'lgandan keyin Hanafiy fiqhisi, ya'ni bekib bo'lgandan keyin bu kitoblar yozilgan. Demak, mana bu Hanafiy mazhabininki asos silinish, ya'ni paydo bo'lish, shakllanish bosqichi bu 204-yilgachilik asos silinib shakllangan Hanafiy mazhabi an kengayib tarqagan, o'sib yetilgan davri Hijriya 710-yilgachilik muqimlashgan davri yuqorqi Ibn Nujaym, Ibn Abidillah kitob yozgan davri shu. Hozirmi shu Hanafiy mazhabininki muqimlashgan davri deymiz endi. Onda bo'lsa vaqtlaşlar bizning darsimiz mushayagacha bo'lsin inshaalloh. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست